Hop qizlar, bulgur tayyorlab ko'ramiz. Birinchi marta tayyorlayapman. Sariyog'dan 1 qoshiq, 2 qoshiq solar ekanmiz tavaga. Bu turetskiy ovqat bu. YouTube'dan ko'rib qilyapman. Hop, 2 qoshiq sariyog' erishib boshladi. Keyin sariyog'iga bulgurni solar ekanmiz. Xullas, sariyog'da qovurish kerak ekan. YouTube'da bitta kelin turetskiy qaynonasidan o'rgangan ekan. Hozir endi men turetskiy qaynonam yo'q. Endi harakat qilamiz o'xshatishga. Pastroq qilib qo'ydim. Ko'ramiz endi. Qishga yopib qo'ygan tomatimizni ko'ramiz. Qani poylamabdimi? Yo'q, joyida. 1 qoshiq solasizlar. Men 2 qoshiq solardim. Xullas kalom, o'zbeklarning sho'lasiga o'xshar ekanda, bulgur degani. Keyin bu qaynar ekanda, shunaqa qilib dimlab qo'yish kerak ekan. Xullas qizlar, bu tez pishadigan narsa ekan. Uruchmas ekan xullas kalom. Shuning uchun endi go'sht solishga ulgurmadim. Go'shtni bu yoqda qovurib olaman-da, keyin bunga solaman. Bu turklarni hammasi ko'pincha nima deydi? Chechivistasi ham go'shtsiz, bu bulgurni ham go'shtsiz. Endi biz o'zbekmiz-ku, go'sht qo'shmasak bo'lmaydi erkaklarga. Mana qo'shib yubordim, qovurib.